16 yoshga to'lgan va 18 to'lmagan qizlar bilan ularni aldab ishonchga kirib, ularni moddiy manfaatdor qilish bilan qiziqtirib, ular bilan jinsiy aloqada javobgarlik bor. Ya'ni Jinoyat kodeksining 128-moddasi, 1-moddasiga ko'ra javobgarlik belgilab qo'yilgan. Ya'ni o'sha kodeks talabiga ko'ra 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish mumkin. Bundan tashqari 16 ga to'lmagan qizlar bilan ham xuddi shunaqa holat bor. Ya'ni ularni ham o'sha ishonchga kirib, aldab, moddiy manfaatdorlik evaziga ularni qiziqtirib, ular bilan aloqa bo'lish ham javobgarlik bor. Bunga javobgarlik Jinoyat kodeksi belgilab qo'yilgan, ya'ni kodeksga ko'ra 128-moddasi bilan javobgarlik sabab bo'ladi. Bu holatda 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Bu jinoyatlarning turkumiga ko'ra og'ir jinoyatlarga kiradi va jinoyatlarni o'tash tartibi ham juda og'ir. Ya'ni xalq tilida tushuncha bor. Odzvanka, dozvanka deyiladi. Ya'ni bu nima deganiki, muddat belgilangan kundan to tugallanguniga qadar jazoni o'taydi. Ayrim jinoyatlarning og'irlik darajasiga qarab, jinoyatda misol uchun deylik 5 yil berilgan bo'lsa, ma'lum bir qismi o'tagandan keyin ozod chiqishi mumkin. Lekin bu jinoyatlar shunaqaki, ham turi og'ir, ham belgilab qo'yilgan. Bu jinoyatlarni oxirigacha o'taydi. Men yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardimki, bunday holatga tushib qolmaslik uchun, ya'ni javobgar bo'lib qolmaslik uchun, sodiq o'tganda qamalga ketmaslik uchun bu narsaga yaqinlashish kerak emas. Ya'ni o'zini jinsiy ehtiyojini qondiraman deb bunaqa yo'llarga, noqonuniy yo'llarga kirish kerak emas va bu narsa taqiqlanadi. Keyinchalik buning holatlari og'ir oqibatga olib kelishi mumkin. Shundan himoyalanishni xohlagan odam bu narsaga yaqinlashish kerak emas, uzoq yurish kerak. Shundagina hammaga yaxshi bo'ladi.